Aloy, ya'ni tikan gulining oziqlik qiymati intayin yuqori bo'lgan o'simlik bo'lib, uningda sog'lomligimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan mineral moddalardan magniy, kalsiy, kaliy, xrom, selin, natriy, mis, tömür va mangan qatorliqlar bor. Shundaqla har xil vitaminlardan vitamin A, C, E, vitamin B1, B2, B3, B6, B12 qatorliqlar bor. Yana shundaqla yupurmoq kislotasi va xolinning yaxshi manbasi. Aloy tarkibida odam badanining normal ishlashiga ehtiyojli bo'lgan 22 xil muhim amino kislotasining 20 xil turi bor. Bundaq shifoliq o'simlik badandagi har xil yalliqlar sababidan bo'lgan kasalliklarga manfaat qiladi. Masalan, teri kasalliklari, yana teridagi donixo'rak va osti xarakterlik teri yalliqlarga davo bo'ldi. Yana terining aptapda ko'ygan yeriga surksa, terining tez asliga kelishini ilgari surgili bo'ldi. Odatda aloyning teri asrash mahsulotlarini ko'p ko'ramiz. Buning teriga bo'lgan foydasi ko'p bo'lg'achqa bu sohada ko'proq ishlatildi. Uningdan boshqa hazm qilish yo'li kasalliklarga manfaat qildi. Masalan, oshqozon yarisi, oshqozon yallig'i, qavziyat, og'ziga ochiq suv yenish, cho'ng va inchik uchay yalliqlari qatorliqlar. Aloyning tarkibida muhim enzimlar bor bo'lib, ular may va shakar molekulalarini parchalash orqali hazm qilishga va qon shakarini normal holatda kontrol qilishga yordam qiladi. Tarkibida mushundaq har xil vitamin va mineral moddalar mo'l bo'lgan yemeklarni iste'mol qilib bersak, albatta badanning immunitet sistemasini kuchli qiladi ham mushu xildagi vitamin va mineral moddalar kamligidan kelib chiqadigan kasalliklarning oldini ola olamiz. Bozorlarda aloyning ichimliklarini sotib olib bo'ldi, biroq ularning tarkibiga kimiyalik moddalar qo'shib etilgan bo'lishi mumkin. Shunga aloyni o'zini sotib olib, o'zimiz iste'mol qilishga tayyorlasak, eng ishonchli pokis bo'ldi. Aloyning yupurmog'ini ko'ktat bozorlarda sotib olib bo'ldi. Yoki bo'lmasa, aloyning o'simligini o'zini uyda beqib qo'ysak, qachon kerak bo'lsa shu chog'da kesib ishlasak bo'ldi. Hozir men o'zim baqqan aloyni kesib ko'rsatib qo'yay dedim. Aloyni kesgandan keyin odatda keskanda shu kesgan yerdan seriq bir xil zardab suvga o'xshash suv chiqadi bir xil. Shunga kesib bo'lgandan keyin birdan qo'yib qo'ysak, o suv eqib chiqqandan keyin uni pokiz yuvib, andan keyin ishlatishga tayyorlasak bo'ldi. Navoda u seriq suv chiqatmasa, ularga ta'mini qirtaq qilib adam yesin ayt rahatsiz bo'lib beram bo'ldi. Shuningga eng yaxshisi chiqarib etgan yaxshi. Uning seriq suyini eqitib olgandan keyin pokiz yuvib, hammasini o'xshash cho'nliqda kesib bo'lgandan keyin ikki tarafdagi tikanlik qismini kesib avvatsak, o chog'da qo'shiq bilan o'yib ilishga qulay bo'ladi. Ko'rayotganlaridek yeyishga bo'ladigan qismi rangsiz meva uyutmasiga o'xshash. O'shalarni hammasini mushtaq qo'shiq bilan uyib chiqarib olib, andan keyin iste'mol qilsak bo'ldi.
Ay yeşil yupurmaklarda azırak kapqağalar bulduçu, hammasini uyup chiqa olmagandan keyin zayi bo'lib ketmaslik uchun uni qulog'larga, teranlarga sökvesanglar yaxshi bo'ldi. Buni meyveler bilan aralashtirib, meyve suyu holatda iste'mol qilsak bo'ldi, yoki bo'lmasa o'zingizlam kunda bir qo'shiqdan iste'mol qilib bersakmi, unumi yaxshi bo'ladi. Buni paylanib qilishinglarni umid qilaman. Keyingi qismlarda yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.